Assalomu alaykum, yaxshimisiz yaxshilarim? Omonat dunyoda omonmisiz? Sizlar bilan yana men mikrofon qarshisida muallima. Bugungi shukrona ayyomini nishonlayotgan yaqinlarimizni tabriklashda davom etamiz. Azizlarim, umringizni so'ngigacha g'amlar eshik qoqmasin. Qayg'u, hasad izlasa-da uyingizni topmasin. Ostonadan xatlab o'tsin mehr ila muhabbat, sizga doim hamroh bo'lsin. Sog'lik, tinchlik, omad, baxt. Bugungi shukrona ayyomini nishonlayotgan yaqinlarimiz orasida Mavjudaxon opamizning shukrona ayyomlari ekan. Ularni yodgoroy singillari nomidan tabriklab kelamiz. Qani ketdik. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz opajonim? Mavjudaxon opa bilan bog'landikmi? Ha? Salomatmisiz opajonim? Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshi, siz? Allohimga banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona ayyomingiz bilan sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Adashmadikmi opajonim? Ha? Bugun shukrona ayyomingizmi? Adashmadikmi opajonim? Ha? Ilohim, Rahmat. umringiz uzoq bo'lsin. Ikki dunyo saodatini ko'ring. Alloh rizo bo'ladigan chiroyli hayot kechirishingizni Allohimdan tilab qolamiz opajonim. Rahmat. Avvalambor Ramazon oyi ajoyib farahbaxsh kuni muborak bo'lsin. Bu muqaddas oy rahmat va